Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz, yaxshimisizlar? Mana yana bir ishimiz bitdi. Bu ishimiz Farg'onada Yozyovonda bo'ldi. Cheklari qoradan bo'lgan. O'rta devor oq rangda. Ichkarilarimiz burchaklari qoradan bo'ldi. Tepaga past qora, burchaklari hamma burchakka qora qo'yilgan. Tepa pastga ikki qatordan qora. Razmerimiz 10 cm ga 33 uzunasi. Tagiga serifon foydalanganmiz. Bu ishimizni 82 mingdan qilib berdik. Tagidagi fonni uyda egalari olib berdi. Ob'yomimiz 200 kvadratga yaqin. Bu 82 ming so'mning ichida xizmat, usta xizmati, kley, laki hammasi kiradi. Bundan boshqa rang xohlasangiz ham chiqarib beramiz. Nomerimizni kanalga yozib qo'yamiz. Bemalol telefon qilaverasizlar. Bizni obuna bo'lmay ketayotgan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ysangiz xursand bo'lardik. Mayli, hammaga omad, sog' bo'linglar.